Yana o'shaningiz oldiga ketyapsizmi? Farzandingiz rizqini qiyib? Bak boshim og'ritma. Otajon, iltimos bizdan tashlab ketmang. Sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling o'g'il, o'tiring, o'tiring. Ismingiz Sobir akami? Ha, Sobir aka. Meni esladingizmi? Yo'q bolam. Yoshligingizda onam bilan meni tashlab ketgan o'g'lingiz Akbarmi? Akbar. Bolam, Sizdan keyin ancha qiynaldik. Rahmatli onam sizni ko'p kutdilar. Yaxshi ko'rardilar. Lekin siz to'g'ringizda biron marta yomon gap gapirmadilar. O'limlaridan oldin bolam otangni qidirib top. Farzandlik burchingni bajarib, ularning duolarini olganda o'dilar. o'sha paytda men yoshiga qilib bir ayolga ila tushib xatoga yo'l qo'ygan. Bu ayolga men emas, meni pullarim kerak ekan. Meni hamma narsamni o'ziga o'zlashtirib olib, mana oxiri meni tashlab ketdi bolam. Qaytib bormoqchi edi. Lekin erkaklik g'ururim yo'l qo'ymadi. Meni kechir olsang, kechir bolam. Ota, yuring. Bugundan boshlab birga yashaymiz. Nabiralaringiz ham kutib qolishdi. Yuring. Voy bolam. Otamni eslab hamon yetimlik dardi yomon, yomon, yomon. Sog'inganim otajonim mani